Liansayga mı güç katamdı deysizler sizlermiş liansaylarga güçlerini aralashtirib bir etip yapıqınlara yoki mehmonlardan oldi qo'ysanglar mı acayip bir xil yemeklik bo'ladi. Hem shunchalik ko'rkam chiroyli chiqadi. Biraz hemse yalpaq to'g'rab olamiz. Sinjanimni işte yalpaq bitib to'g'rab, sovuq suv bilan asayni chilib olamiz. Endi mushning suvi bilan va go'shtlarimizni to'g'rab, mushning suyini to'g'rab, michib suyini chiqarib mana belli qilamiz. Shuninglar ta'mi shunda undan bo'ldi. Ma go'shtga mana mushda yalpaq to'g'raysizlar. Bo'lsa ma go'shtni to'g'rilib to'g'rasanlar, undan to'g'riladi. Mening ma bugun yengishga degandek bo'lmadi. Mana suyunu qo'yib olamiz. Suyunu qo'yinglar, boshqa nemisini qo'ymaysizlar. Mana azroq jon yo'qimiz. Azroq shuncha yo'qimiz. Birdan qo'qiymiz mana. Tarxamakni mana yalpaq to'g'amaymiz va chayrona kaynila uramiz. Mana sho'mijoni güzellarni yeyishga qarab to'g'ranglar juma sho'mija ochiqib. Ma go'shimsa chiqaraqki men ikkiga bo'ldim. Mushta mana bu qaynab turgan qozon tashlaysiz, tutan qilsizlar. 2 minut to'g'risizlar chumi chiqtirsanlar bo'lmaydi. Tarxamakni sevaldi. Hozir xohlasanlarki meyg'izni aralashtirib yetinglar juma ta'mimdan bo'ldi. Ma yermi bunda yumshoq lazım, yermi jirik lazım. Ma jirik lazım chuqum sevinglar juma. Necha soldik? Ma zima. Bir qo'shiq tuz soldik. Ma samsaqni soldik. Ma zag'irmayda lozim qilsanglar ta'mi yomon undan bo'ldi ekan. Men mushlarni qilyapman. Sizlar sinab yiqinglar. Mana azroq oqmush bilan azroq jejon sevatdim. Mayni qizitib oldik. Mana qizitib oldik. Mana bir yerim kimi qo'ydim men. Boshqa kun uchun bosh tarafini qatmaymiz. Men yumshoq tarafini qatimiz. To'g'amaymiz juma buni mana mustaq uzukni aralashtirib olsanglar bo'ldi. Qoli go'shtniki jo'pi deb qo'yamiz. Musha oshga kisib bekundan bo'ldi juma. Mushni mehmonlarga kelgan vaqtinglarda mushni qilib beqinglar, ta'mi ajoyib o'zgarish chiqadi. Mana bugun makali go'sht qilgan lansimiz bitdi.